Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida aholini xavfsiz, samarali va sifati kafolatlangan dori vositalari bilan ta'minlash, farmatsevtika mahsulotlari aylanmasida shaffoflikni yanada oshirish hamda qalbaki dori vositalari tarqalishiga barham berish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining tegishli qaror va topshiriqlari asosida dori vositalarini raqamli markirovkalash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu tizim orqali har bir dori vositasining ishlab chiqarilganidan tortib iste'molchigacha bo'lgan harakatini nazorat qilish imkoni yaratiladi. Ayni shu maqsadda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining maxsus raqamli markirovkalashni joriy etish bo'limi mutaxassislari tomonidan Toshkent shahridagi yirik dorixona tarmoqlarida o'rganish va tahlil ishlari amalga oshirildi. Jumladan Nikofarm servis mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli Oximet hamda Genesis Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli dorixona filiallarida joyiga chiqqan holda kompleks monitoring ishlari olib borildi. Tadbir doirasida ushbu dorixonalarda markirovkalangan dori vositalarini qabul qilish, yakuniy iste'molchiga realizatsiya qilishni to'g'ri tashkil etish hamda markirovkalangan dori vositalarini xatlovdan o'tkazish jarayonlari atroflicha tahlil qilindi. Xodimlar bilan suhbat o'tkazilib, mavjud muammo va ehtiyojlar o'rganildi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan dorixona mas'ullariga amaliyotdagi qonunchilik, markirovkalash talablari va axborot platformalari bilan ishlash bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Raqamli markirovkalash tizimining samarali yo'lga qo'yilishi orqali mamlakatimizda dori vositalari sifatini kafolatlash, aholi salomatligini himoya qilish va farmatsevtika bozorida adolatli raqobat muhitini shakllantirishga katta hissa qo'shiladi. Bu tizim nafaqat davlat nazoratini kuchaytirish, balki har bir iste'molchiga sotib olayotgan dori vositasining haqiqiyligi va xavfsizligini tekshirish imkonini ham yaratadi.